Salom qizlar, kanalimga tashrif buyurganingiz uchun rahmat. Shunday vlogimni olib borishni ancha yillardan beri orzu qilaman desam ham bo'ladi va nihoyat bunga qaror qildim. Kanalimda boshqa videolar ham bor, lekin mana shu uslubda olib borishni juda ham xohlaganman. Kanalimda o'zim hayotim haqida va albatta sizlarga foydasi tegadigan ma'lumotlarni bo'lishga harakat qilaman. Bu men uchun juda ham hayajonli. Shuning uchun qaysidir joylarda kamchilik bo'lsa, oldindan uzr so'rayman. Videoda ko'rib turganingiz bu eski video, balki siz kanalimda ko'rgan bo'lishingiz mumkin alohida ko'rinishda. Kanalimdagi birinchi ovozli video bo'lganligi uchun eski videolarimdan foydalanib, o'zim haqimda va sizlar bilan yanada yaqinroq tanishish uchun mana shu videodan foydalandim. Bu videodagi juda ham oson va juda ham hamyonbop mahsulotlardan ozishni istayotganlarga juda ham mos tushadi. Hayotiy vlog yuritishni juda ham xohlaganligim uchun mana shu xohishim borligi sababli, lekin ruxsat bo'lmasa-da har doim hayotimdagi ko'p narsalarni videoga olib yurardim. Farzandlarim bilan bog'liq va qandaydir boshqa bir videolarim bor, ularni sekin-sekin vlog davomida qo'yib boraman. Uyda o'tirganligim sababli internetdan har xil mana shunaqa narsalarni yasashni o'rganardim va uydagi keraksiz narsalardan uyga foydasi tegadigan va bundan tashqari juda ham chiroyli ko'rinadigan narsalarni yasardim. Mana shulardan biri shunaqa shkatulka yasaganman, oddiygina korobkadan va uydagi keraksiz materialdan juda ham chiroyli estetik ko'rinish berib turardi va foydalansa bo'ladigan narsa. Buni 2019-yilda yasaganman. O'sha paytlari Rossiya davlatida yashardim. Bundan tashqari juda ham ko'p har xil turdagi narsalarni yasardim. Keraksiz narsalardan bir nimalar yasashga juda ham qiziqardim. Qaysi turlarini yasagan narsalarim rasmi turibdi, qaysi turlari o'chib ketgan. Nima uchun qiziqardim, yasardim deb gapiryapman? Chunki hozirgi vaqtga vaqtim yo'q. 4 farzand, o'qishim, ro'zg'or, shular bilan bandman ko'proq. Vlog yuritishni kech boshladim, lekin hechdan ko'ra kech bo'lsa ham o'zingizni bitta-yu bitta hayotingizda qalbingizni qaysidir xohishini amalga oshirib berishingiz juda ham muhim deb hisoblayman. Bir necha yil Rossiya davlatida yashaganimizdan so'ng 2020-yil karantin tugaganidan so'ng, ya'ni o'sha paytlar endi yo'l ochilayotgan vaqtda O'zbekistonga keldik. Buni sabab qaynonamni ahvollari og'irlashib qolgandi va shundan beri O'zbekistondamiz. Men kelin bo'lib tushganimdan beri qaynonam bilan yashaganman. Faqatgina mana shu kasalliklari boshlangan vaqtda karantin boshlanib qolgan. Shuning uchun ham bizni oldimizga Rossiya davlatiga bora olmaganlar. Karantin sababli yo'llar yopilgandi. Turmushga chiqqanimdan so'ng kelinlik vazifasi, bekarlik vazifasi, onalik vazifasi bilan bo'lib, o'zimni barcha qiziqishlarim, qaysi kasb egasi bo'lishni xohlashim, qaysi hunar bilan shug'ullanishni xohlashimni chetga surib qo'yganman, chunki o'zimni vazifalarimni a'lo darajada bajarish uchun. Bu vazifalarni bajardim. Men o'ylaymanki, endi o'zimdagi qiziqishlarni ham amalga oshirsam ham bo'ladi va bu adolatli deb o'ylayman. Har bir ayol oilasi oldidagi mas'uliyatli vazifasidan tashqari o'zining qiziqishlari va maqsadlarini ham mana shu vazifalari bilan birgalikda amalga oshirib borsa juda ham yaxshi, qaysidir vaqtni kutmasdan. Hozirgi paytda kelin bo'layotgan qizlarga juda ham havasim keladi, chunki 10 yil oldingiga nisbatan ularda ancha erkinlik mavjud. To'g'ri, hamma oilada ham 100% shunaqa deb aytolmayman, lekin deyarli anchagina oilalarda hozir juda ham zamonaviy yosh qaynonalar mavjud va ular dunyo qarashi bilan yoshlarni ham baxtli yashashlariga o'zlarini hissalarini qo'shishmoqda. Umuman olganda zamonni, dunyoni hech qanday aloqasi yo'q deb o'ylayman. Bu har bir insonni hayot tarzini qaysi uslubda yashashni tanlashiga bog'liq deb o'ylayman. Qaysi zamonda yashamasin, qaysi davrda yashamasin va qanday vaziyatda yashamasin, bu
har bir insonni qalbidan chiqadigan ezgulik, iymonga, insofga bog'liq deb o'ylayman. Qolgan narsalar esa shunchaki bahona. Har bir inson gapirayotgan gapini, qilayotgan xatti-harakatini boshqarishni bilsagina, u albatta bu hayotga, insonlarga zarari tegmaydi deb o'ylayman. Ya'ni hammaning ongli ravishda tanlovi bor. Bu borada o'z fikringizni kommentariyada qoldiring va albatta sizga kanalim yoqqan bo'lsa, obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarimni ham tez orada chiqarishga harakat qilaman. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun kattakon rahmat.